musulmonlar bilan o'xshash huquq ega bo'ldi degan gap musulmon nada ishlasa, qanday xizmat qilsa shunday xizmat qila oldi degan gap. Darvaqa mana shu vaqtdan tortib hatto vazirlikgacha Yahudi xristianlar Osmonlar davlatiga singib kirishga boshlaydi. Midat Pasha erkinlik inson huquqi davosidan parlamentga Yahudi xristianlarni akiradi, lekin Aljeriyada hukmronlik qilayotgan Fransiyaning parlamentida shu vaqtda, ya'ni ular ulgu qilayotgan Fransiyaning parlamentida bir tane musulmon yo'q edi. Falastin dahil bütün Osmanlılar tupraqı musulmonlarning zemini. Buni musulmonlar qanunan oldi. Buning bahosi qon. Buni olmoqchi bo'lganlar ana shu qon bilan olsin. Biz ilgirki dersimizde bayan qilganimizdek Osmanlılar davlatining oxirgi davrlarga kelgan vaqtda, ya'ni milodiy 1800-yillarga kelgan vaqtda Osmanlılar davlati diniy jihatda, ilmiy jihatda, askariy jihatda, siyosiy jihatda, ya'ni har jihatda keyniga chekinyotdi. Shundaqla kirgan har bir urushlarda mag'lub bo'lib, har urushda bir qism zaminlardan ayrilib kichiklab mengotdi. Buning sababi bo'lsa atrofdagi davlatlar taraqqiy qilib ketgan. Ya'ni eng chong kushandisi bo'lgan Yevropada sanoat inqilobi qo'zg'alib, sanoat ishi qarab mangan, qurol yaroqlari ilg'orlashgan, zambiraklari ilg'orlashgan edi. Uning keyindan Fransiyada Fransiya inqilobi qo'zg'alib, yerlik xalq uyg'onib ketgan va shu davrdagi feodal tuzumdagi zolim, zo'migar, mustabid bo'lgan podshohlik tuzumining hammasi yiqilib, uning o'rniga yangi bir jumhuriyatlar qurilgan. Mana bu ishlarning hammasi islom jug'rafiyasiga, Osmanlılarga ajoyib ta'sir ko'rsatgan. Shundaqla keyni mag'lub bo'lgandan keyin musulmonlar o'zlarining keyni qolganligini his qilishgan va Yevropaning sanoati taraqqi ketganligi va Yevropada maydonga kelgan texnikalar musulmonlarni nihoyat hayron qoldirgan. Va shundaqla Osmanlılar kichik bo'lsa-mu biz nihoyat keyni qaptimiz. Qat'iy taraqqiy qilmasak bo'lmaydi ekan degan bu tunishga kelgan. Lekin qursqi nihoyat echib ketgan nima foydali, nima ziyonli ayirmasdan yeganga o'xshash o'zlarining fan texnikada nihoyat keyni qolganligini his qilgan Osmanlılar davlati qanday qilsak qilib, nima qilsak qilib, qanday badal to'lasak to'lab, nima bo'lsa chuqum Yevropadan o'rganishimiz kerak ekan degan bu to'lqinni qo'zg'aydi. Shundaqla musulmonlar ichida yo'q Yevropadan o'rganmasak bo'lmaydi ekan degan bu xil umumiy qarg'ulachi fikr bosh ko'taradi. Natijada Osmanlılar davlati va musulmonlar farzandlarini Yevropaga o'qitishga chiqardi. Yevropaga o'qishga chiqqan bu o'quvchilar Yevropadan fan texnika, sanoat o'rganib kirmasdan demokratiya, liberalizm, ilmanizmga o'xshagan mana shundaq yangi iddialarni ilib kiradi. Shundaqla bu musulmon farzandlari o'zlarininki, ya'ni musulmonlarning Osmanlılar davlatining keyingi qilish sababini to'g'ri izohlayolmay, bizmi qaytadan bir o'zgarish qilmasak, tubdan o'zgarmasak, ya'ni Yevropadek bo'lmasak taraqqiy qilolmaydi ekanmiz degan bu fikrni taqtishga boshlaydi. Bu fikr avj oladi, hatto vazirlargachilik, sultongachilik ta'sir qiladi. Sultonmi, ya'ni Sulton 2-Mahmudmi oxirgi davrga kelgan vaqtda biz tubdan o'zgarmasak, ya'ni g'arblashmasak bo'lmaydi ekan degan bu qarash kelib, bir qancha farmonlarni va islohotlarni ilib boradi. Harbiy jihatda yenichalik qo'shinni amaldan qoldiradi. Uni o'rniga Mansuratul Muhammadiya nomli rasmiy muntazam shakldagi harbiy qo'shin tashkillaydi. Shundaqla bu qo'shinga Fransiyaning qo'mondan taklif ekilib, ularga yangi harbiy bilimlarni o'rgatadi. Shundaqla qiyofat qonuni e'lon qiladi. Ya'ni qiyofat qonuni Mustafa Kemal emas, tunji qatim Sulton 2-Mahmud e'lon qilib, Osmanlılar davlatiga tava har qanday bir ma'murninki salli kiyishi, uzun kiyim kiyish cheklanadi. Shundaqla Sulton 2-Mahmud tunji bo'lib Fransiya podshohlariga o'xshash ishton va kostyum kiydi. Shundaqla islomiy shaklda salingan o qasrda o'ltamay Yevropacha, ya'ni munarlar, chirkovning munarlariga o'xshaydigan mushundaq saroy soldirib, ana shu saroyga ko'chadi. Majlislarni amaldan qoldirib, ustal o'rindiqliq sinfga almashtiradi. Shundaqla darsliklarga o'zgarish qiladi. Masalan, Osmonlicha bilan billa chuqum latin tilini o'rganishni majburiy qiladi. Undan boshqa har xil chalg'i asboblarni o'rganishni darsliklarga qo'shadi. Qonun jihatdan Fransiya va Belgiyaning qonunlarini akirishni maslahat qilishga boshlaydi. Bu sababdan Istanbulda Sulton 2-Mahmud qarshi har xil fikrlar, isyonlar bosh ko'tarishga boshlaydi. Yana bir tarafdan Sulton 2-Mahmudni davlatning oqartquchi sifatida oqlaydigan mushundaq tashviqotlar ko'payishga boshlaydi. Ya'ni Sulton 2-Mahmudning davrida musulmonlar yangi dunyoga yuzlanishda ikki qutbga ayrildi. Birisi bo'lsa mutlaq g'arablashish, ya'ni qarg'ulachi, kiyimdan tortib mushundaq o'zgarishni targ'ib qildiganlar. Yana birisi bo'lsa mutlaq inkor qildiganlar. Ya'ni yangi dunyoning fan texnikalar ichida nimani qabul qilamiz, nimani qabul qilmaymiz, buni ayirib tafsiliy qaraydigan birasi, ya'ni shu davrda ko'z ko'ringan birasi chiqmaydi. Natijada Sulton 2-Mahmud ba'zi kishilarning nazarida kofir sulton deb ataladi. Ya'ni ba'zilarning nazarida bo'lsa oqartquchi deb ataladi. Sulton 2-Mahmud atrofiga butunlay Yevropada o'qib kelgan kishilarni vazir qilib tayinlashga boshlaydi. Ya'ni Osmanlılar davlati tug'an sari islomdan yiroqlashish va g'arblashishga qarab boradi. Sulton 2-Mahmud Osmanlılar davlatini ana shundaq taraqqiy qildirman deb bir qadar taraqqiy qildirdi va bir qadar g'arblashtirdi. Shundaqla islomiy kimlikdan yiroqlashtirdi. Sulton 2-Mahmud milodiy 1839-yili vafot topdi. Uning o'rniga 16 yoshli o'g'li Sulton Abdulmajid Osmanlılarning sultoni bo'lib taxtga chiqdi. Sulton 2-Mahmud o'g'lini butunlay Yevropa ma'rifat tarbiyalagan edi.
Bu sebepten Sultan Abdülmecid Fransız dilini ana tildek biletdi. Şundaqla naqşa musiqaga bek amraq edi ve haraqkesh idi. Şundaqla Sultan Abdülmecidga dadasidan butunlay Yevropada o'qib kirgan, shundaqla Yevropaga masxush vezirlar miras qolgan edi. Bu sebepten Sultan Abdülmecid dadasining izida mengibla qolmay, atrofidagi vezirlarning maslahati bilan Tanzimat Farmoni degan bu yangi qonunni e'lon qiladi. Bu Tanzimat Farmonida erkinlik, ya'ni hurriyat, adolat deganga o'xshagan va shundaqla Osmonlar davlatida musulmon, xristian, yahudi o'xshash huquqqa ega degan bir qator qarorlar bor edi. Ya'ni Tanzimat Farmonidan keyin Osmoniylar davlatida yahudiylar, xristianlar, musulmonlarga o'xshash huquqqa ega bo'ladi. Ya'ni Osmoniylar davlatiga singib kirish mana mushu vaqtdan boshlandi. Chunki musulmonlar bilan o'xshash huquq ega bo'ldi degan gap, musulmon nada ishlasa, qanday xizmat qilsa, shunday xizmat qila oldi degan gap. Darvaqa mana mushu vaqtdan tortib hatto vezirlikcha yahudiy, xristianlar Osmoniylar davlatiga singib kirishga boshlaydi. Shundaqla xristian jamiyatlari ishlashga boshlaydi. Ya'ni yahudiy va xristianlar o'zining fikrini keng tarqatishga boshlaydi. Bilganimizdek bu vaqtda Yevropa taraqqiy qilgan, ya'ni fan texnika taraqqiy qilgan. Musulmonlar, ya'ni Osmoniylar davlati bo'lsa keyniga chekingan payt edi. Bu vaqtda yahudiy va xristianlar yangi texnika va sanoatni dastak qilib turib, o'zlarining fikrini, ya'ni g'arblish fikrini keng shaklda taqitdi. Musulmonlar bo'lsa, ular taqatgan ba'zi bir iddiviy va aqidaviy fikrini xuddi bir yangi bilimdek qabul qilishga boshlaydi. Ya'ni musulmonlarning fikrimi tadrijiy shaklda o'zgarishga, g'arblishga qarab mangadi. Musulmonlarning fikri o'zgargan sari jamiyatda yangi tuzum, ya'ni yangi asosiy qonun talablari maydonga chiqishga boshlaydi. Vezirlar bo'lsa, Fransiya va Belgiyaning qonunidan foydalanib, yangi bir davlat sistemasi va yangi bir davlat qonuni tuzishga kirishadi. Tanzimat Farmonidagi xristian va yahudiylarga yo'l qo'yilgan kengchiliklar sababli Istanbulga, ya'ni Osmonlar davlatiga rasmiy shaklda mason tashkiloti singib kirishga boshlaydi. Milodiya 1853-yildan milodiya 1856-yil qadar Osmoniylar Rossiya bilan Qrim urushiga kiradi. Bu urush 3 yil davomlashgan bo'lg'achqa Osmoniylar davlat xazinasi quruqtirib qoladi va shundaqla tunji bo'lib Osmoniylar davlati sirtdan qarz olishni boshlaydi. Ya'ni usumli qarz olishni boshlaydi. Keyin bu usumli qarzni to'laymiz deb yana qarz olishga boshlaydi. Ya'ni qarzni to'laymiz deb qarz olib Osmoniylar davlati sirtqi qarzlarga petishga boshlaydi. Milodiya 1861-yilga kelgan vaqtda Sultan Abdülmecid vafot topadi. Uning o'rniga Sultan Abdülaziz taxtga chiqadi. Sultan Abdülaziz taxtga chiqqandan keyin zodi Osmoniylar davlatini qanday qilib taraqqiy qildirg'ili bo'ladi, qanday qilib texnika davriga qadam qo'yg'izg'ili bo'ladi, bu haqda qattiq o'yladi va tunji qilib Yevropa safarini boshlaydi. U safarga qarindoshi 5-Murod va Sultan Abdulhamid xonni birga olib chiqadi. Shundaqla tunji bo'lib Misrga boradi. Misrga borgandan keyin bir muddat turib, u yerda Suvesh qonunini ochadi. Ondan keyin Yevropaga qarab mangadi. Sultan Abdülaziz xon nihoyatda dindor va taraqqiyotparvar kishi edi. U Yevropa safaridami bu yerning suyga ishonchi qilib bo'lmaydi deb ichadigan suyni o'zi bilan birga olib borgan. U Yevropa safari jarayonida Yevropani inchik kuzdi va nimani qabul qilamiz, nimani qabul qilmaymiz bu haqda o'ylandi. Yangi qurol zavodlarini qurishga boshlaydi va Osmoniylar askarlarining qurollarini zamonaviylashtiradi. Shundaqla qabul qilsak, o'zimizning kimligiga xirs olib keladigan bundaq narsalarni cheklaydi. Masalan, Sultan Abdülmecid ochgan kinoxonlarning hammasini taqaydi. Ba'zilarini askarlarning ot ig'ri qilib beradi. Ammo qabul qilgan taraflarni bo'lsa, qabul qiladi. Sultan Abdülazizning mana bu shundaq nimani qabul qilish, nimani qabul qilmaslikni farqlantirib muomala qilishi atrofidagi kallasi yulib ketgan va yoki masonga rasmiy shaklda a'zo bo'lgan shpion vezirlarni qattiq bearam qiladi. Chunki bunda mansa taraqqiy qilib ketadi. Ya'ni o'z kimligini taraqqiy qiladi. Lekin ularning maqsadi bo'lsa, ya'ni mason tashkiloti, Yahudi va xristianlarning maqsadi bo'lsa, Osmoniylar davlatini butunlay g'arblashtirish edi. Bu sababdan Sultan Abdülazizning bu harakatiga vezirlar qarab turmaydi. Biz so'zimizni davom qilishdan ilgari, mushu davrda bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda yuz bergan bir muhim hodisani qistirib o'tib ketamiz. Ya'ni Sultan Abdülazizning davrida, milodiya 1864-yildan 69-yilga qadar bo'lgan bu oraliqda Yaqub bek bizning vatanimizdagi butun shaharlarning hammasini, ya'ni mustabid usullar bilan bo'lsa, hammasini birlik keltirib Qashqariya davlatini e'lon qiladi. Ondan keyin mana mushu sulton, ya'ni Sultan Abdülazizga elchi avatib, o'zining mashruiyatini talab qiladi. Ya'ni o'zining bir xalifaga tabi, xalifaga qarshi ekanligi, o'zining Qashqariya davlatininki xalifaning himoyasidagi yo'lliq bir davlat ekanligini e'tirof qilishini talab qiladi. Sultan Abdülaziz Yaqub bekka Amirul Muslimin, ya'ni musulmonlarning amiri degan bu nomni berib, uning davlatini yo'lliq davlat deb qabul qiladi. Shundaqla uningga 2000 miltiq, 6 dona zambirak va boshqa yordamlarni avatadi. Mushundan bir qancha yildan keyin, ya'ni 1873-yilga kelgan vaqtda Zozongtang Qashqariya davlatiga hujum qiladi. Yaqub bek bo'lsa, yana Sultan Abdülazizga xat avatib yordam so'raydi. Shundaqla Paris tilida Sultan Abdülazizga nihoyatda ta'sirli xatlarni yozadi. Sultan Abdülaziz elchilarni qabul qilib, Yaqub bekning xatini o'qigandan keyin nihoyatda ta'sirlanadi va o'zi boshlamchilik qilib, ya'ni davlat shu vaqtda shunchalik munqarz bo'lgan, ya'ni iqtisodiy jihatdan kriz patgan bo'lsa-mu, o'zi boshlamchilik qilib, Yaqub bekga qurol yarog va yordam avatish uchun kirishadi. Natijada ishlatilgan va yoki yangi miltiq 2000 dona miltiq, bir qancha zambirak va parlitish dorisi qatorliq narsalarni tayyorlagandan keyin Ender Ullu apandi boshchiligida 4 qo'mondan va 4 damirishga chiqqan generalni uningga mas'ul qilib Qashqarga yo'l soladi. Qashqarga avatilgan Osmonlar davlatining qo'mondonlari bo'lsa, birinchisi mudofaa qo'mondoni Ali Kazim, piyoda qism qo'mondoni Mahmad Yusuf, otliq qism qo'mondoni Cherkes Yusuf va undan boshqa topchi qo'mondon Ismoil Haqqila bor edi.
Ular dengiz yo'li va Hindiston yo'li orqali ming bir japada Qashqarga yetib boradi. Yaqub bek ularni osmonga 100 dona zambirak etish orqali qarshi oladi. Bu vaqtda xalifa bayrog'i Qashqarda lapildaydi. Musulmonlar takbir aytib ularni qarshi oladi. Juma namozida Sulton Abdulazizga duo qilinadi. Shundaqla Sulton Abdulaziz nomida pul besib pul qo'yiladi. Kelgan generallar Uyg'ur askarlarini tarbiyalab beradi. Yaqub bek mana shu yordam va generallarni tarbiyalab bergan askarlar bilan Zozongdan qarshi urushni davom qiladi. So'zimiz qaytib kelsak, Sulton Abdulaziz bo'lsa Yevropadan ana shundaq nimani qabul qilish, nimani qabul qilmaslikni ayirib muomala qilgandan keyin atrofdagi vezirlar, ya'ni yahudilashib ketgan va yoki mason tashkilotining rasmiy asosi bo'lgan xuddi Midhat Pashaga o'xshash mushrik kishilar bundan qattiq bearam bo'ladi. Milodiya 1874-yil kelgan vaqtda Osmonlar davlati sirtqi qarz tufayli iqtisodiy jihatda vayron bo'lganligini Sulton Abdulaziz e'lon qiladi. Yana bir tarafdan Rossiya, Bosniyani Osmonlarga qarshi kuch ko'rsatdi, keyin Bulg'ariyani kuch ko'rsatdi, Bulg'arlar isyon ko'tardi. Demak, Sulton Abdulaziz sirtqi dushman, ichki dushman va iqtisodiy krizdan iborat mana shunday xavflarga, xirslarga duch keladi. Lekin bu vaqtda biz yuqorida o'tganimizdek, vazirlarning hammasining dugida kallasi butunlay yulib ketgan. Ya'ni islomiy kimlik yo'q. Chuqur biz Yevropalashimiz kerak, g'arbdan o'rganishimiz kerak degan mushu fikrga butunlay qanoat topgan Midhat Pashaga o'xshash mason tashkilotiga a'zo bo'lgan kishilar bor edi. Mana shunday kallasi yulg'an va xoin vazirlar Sulton Abdulazizning davri kelgan vaqtda o'zining planini ishga oshirolmaydi. Ya'ni Sulton Abdulmajid davrida biz qonunni amaldan qoldirib, asosiy qonunni, ya'ni ilgariki Qur'on hadisini, shariatni asos qilgan bu qonunni amaldan qoldirib, yangi davlat sistemasi, ya'ni parlament shakllik yangi davlat sistemasi qurishimiz kerak degan bunga tayyorlab bo'lgan edi. Lekin Sulton Abdulazizning davri kelgan vaqtda bu tayyorliqlari to'xtab qolgan. Bu sababdan bu vazirlar Sulton Abdulazizdan qutulmasak, biz planimizni ishga oshira olmaydi ekanmiz deb Milodiya 1876-yili Sulton Abdulazizning qasrini askarlar bilan muhosiraga oladi. Ondan keyin Osmonlar davlatining Shayxul Islomiddin Abdulazizni taxtdan tushirish uchun majburiy holda fatvo oladi. Ondan keyin Midhat Pasha va Husayn Pasha qasriga besib kiradi va Sulton Abdulazizning oldiga kelib taxtdan tushing deydi. Sulton Abdulaziz rad qiladi. Shunda qilib askariy mudohala qilib Sulton Abdulazizni tutadi va zindonga tashlaydi. Shundaqla zindonda Sulton Abdulazizni nihoyat xorlaydi. Askarlarni ko'zga ilmaydi, haqorat qiladi. Eng oxirida ikki qo'lini kesib Sulton Abdulazizni shahid qilib o'tadi. Sulton Abdulazizning vafotidan 7 kun keyin ayoli Nasharak sultonmi vafot topadi. Lekin Nasharak sultonning, ya'ni Sulton Abdulazizning ayolining inisi Cherkes Hasan buning qoyil bo'lmaydi va bu suiqasdan keyinda chuqur mushu Midhat Pasha deb Midhat Pasha va boshqa pashalar, ya'ni mushu pasiq yoki shpion pashalar kechir yig'ilib haraq ichishdi. Ana shunda haraq ichib yig'in ichayotgan paytida ularning ustini bosadi. Natijada Sulton Abdulaziz qarshi inqilob qo'zg'agan Husayn Pashani o'ldiradi. Ammo Midhat Pasha bo'lsa qochib ketadi va askarlarning qishig'i berib Cherkes Hasan qarshi qo'shin tortadi. Cherkes Hasan bo'lsa qochadi. Ondan keyin Midhat Pasha va boshqa vazirlar maslahatlash orqali Sulton Abdulazizning o'rniga Sulton 5-Murodni taxtga chiqaradi. 5-Murod bo'lsa Sulton Abdulaziz bilan birga Yevropa safariga atlangan kishi edi. Shundaqla bu jarayonda Angliya vazirlari bilan ko'rishib mason tashkilotiga rasmiy a'zo bo'lgan edi. Shunda qilib Osmonlar davlati tunji bo'lib mason qo'liga o'tadi. Turkiyada Masonlik tarixi nomli kitobning 24-betida Sulton 5-Murodningki mason tashkilotiga rasmiy a'zo bo'lganligi va o'rlab, ya'ni darajasining yuqorilab 18-darajagacha o'rlaganligini bayon qiladi. Demak, mana shu davrda, ya'ni Milodiya 1876-yilda vazirlarmi mason yoki shpion, shundaqla sultonmi mason bir sulton taxtga chiqadi. Lekin Alloh taolo omonatni zayo qilmaydi. Sulton 5-Murod taxtga chiqib 3 oydan keyin aqliy qobiliyatini chatoq chiqadi. Vazirlar va sirtqi kuchlar uni davolash uchun har tarafdan doktorlarni taklif qiladi, lekin amal bo'lmaydi. Natijada Sulton 5-Murodni taxtdan tushirdi. Uning o'rniga oxirgi sulton Abdulhamidxon amalsiz chiqarildi. Lekin chiqarishdan ilgari Midhat Pasha Sulton Abdulhamidxondan bir qancha ishlarni va'da oladi. U bo'lsa-mu birinchi mashruiyatni e'lon qilish. Mashruiyat degan nima? Mashruiyat deganimiz parlament shakllik davlat sistemasi. Ya'ni sultonning huquqini cheklaydigan, davlatni sulton bilan birga xalq vakillari birga boshqaradi deydigan, shundaqla ba'zi bir yangi qonunlarni o'z ichiga olgan mushu bir siyosatni va yoki yangi bir qonunni ko'rsatadi. Ikkinchi qilib Midhat Pasha asosiy qonunni ijro qilishni talab qiladi. Ya'ni asosiy qonun Fransiya va Belgiyadan e'lingan, ya'ni butunlay Yevropadan e'lingan mushu bir yangi qonunni ijro qilishni talab qiladi. Sulton Abdulhamidxon nihoyat zirak odam edi. U qasrining shpion va jasuslarga turib ketganligini biletdi. Bu sababdan Sulton Abdulhamidxon Midhat Pashaning bu fikrini qabul qiladi. Shunda qilib Sulton Abdulhamidxon 2-Milodiya 1876-yili Osmonlarning oxirgi sultoni bo'lib taxtga chiqadi. Sulton Abdulhamidxonmi tog'asi Abdulaziz bilan birga safarga chiqqan, ya'ni Yevropa safariga chiqqan. Shundaqla Sulton Abdulazizning ta'siriga nihoyat uchirgan. Sulton Abdulhamidxon fransuz tili, arab tili va fors tilini pishiq biletdi. Sulton Abdulhamidxon taxtga chiqqandan keyin mason bo'lgan Midhat Pashani hurmatlaydi. Shundaqla boshqa vazirlarni hurmatlab, oldi bilan ular bilan yaxshi bir munosabat o'rnatadi. Ya'ni o'zining ichidagini yushiradi. Shundaqla shu davrda boshqa turgan Jon Turklar, ya'ni yosh turklar tashkilotininki muhim a'zolaridan birisi bo'lgan Nomad Kamalni nihoyat hurmatlab, davlatni birga boshqarayli deydi. Jon Turklar kim? Jon Turklar bo'lsa, asosliq turkchilik ideyasida turklarni hammadan ustun ko'rish, ya'ni turk millatchiligini o'ttirib chiqqan yoshlarni ko'rsatadi. Bularning ko'pinchisi Yevropada o'qib kirgan yoshlar.
ishlar. Bu jon turklar ig'izda inson huquqi, hurriyat, erkinlik desimi, lekin fikriy jihatda butunlay g'arblashib bo'lgan, g'arbga ruhiy jihatda taslim bo'lib bo'lgan yoshlar edi. Sulton Abdulhamid Xon ana shu Nomad Kamolni huzurda tamaki cheksa gap qilmaydi. Shundaqla Sulton Abdulhamid Xon milodiy 1876-yili 31-avgust va'dasi bo'yicha birinchi mashruiyatni e'lon qiladi. Ya'ni parlament shaklli bir davlat sistemasini e'lon qiladi. Va shundaqla Midhat Pasha tuzgan qonuni asosiya, ya'ni Fransiya, Belgiyaning qonunidan e'lingan, ya'ni shu qonunni ko'chirib e'lingan bu qonunni e'lon qiladi. Shuning bilan birinchi mashruiyat davri boshlandi. Mashruiyatga asosan tunji parlament milodiy 1877-yili ishladi. Shundaqla 115 parlament a'zosi ichidan 69i turk, arab va kurd qatorliq musulmonlardan tarkib topadi. Qolgan 46si bo'lsa arman xristianlari va dunyo yahudilariga o'xshash g'ayri musulmonlar, ya'ni kofirlardan tarkib topadi. Ya'ni Osmoniylar davlatining parlament a'zosiningki yarmiga yaqin a'zosi g'ayri dindikilar edi. Musulmon atalgan yarmidan ko'pragimi fikriy jihatda butunlay g'arblashib bo'lgan. Mana shunday edi. Bu sababdan gerçi parlament qurilgan bo'lsa-mu, lekin ishlar Midhat Pashaning fikri bilan mangadi. Chunki Midhat Pasha 69 musulmon parlament a'zolarini o'zi tanlab, o'zi xillab akirgan edi. Ig'izda xalq vakillari desimi, kimni akirish, kimni qabul qilmaslik, ya'ni Midhat Pashaning qo'lida edi. Arman xristianlarning keyinda bo'lsa Rossiya bor edi. Yahudiylarning keyinda Yevropa bor edi. Ya'ni parlament shakllandi deganlik bilan, lekin bu parlament sirtqi kuchlar tomonidan ishg'ol qilingan edi. Bu sababdan Sulton Abdulhamid Xon gerçi sultan bo'lsa-mu, sultan bo'lib 2 yilgacha hech qanday ijroat olib bormaydi. Chunki bir ishni qilsa parlament tomonidan tasdiqlanmaydi. Ya'ni Sulton Abdulhamid Xon o'zi xohlagandek davlatni boshqara olmaydi. Demak, Osmoniylar davlati ichki jihatdan mana shunday ishg'ol qilingan edi. Sirtqi jihatdan bo'lsa Rossiya, Qrim va Kavkazda bosib edi. Angliya, Misr va Sudanga ko'z tikayotgan va xirs qilayotgan edi. Fransiya allabun Aljeriyani bosib olgan va Tunisga ko'z tikayotgan edi. Abdulhamid Xonningki Midhat Pasha bilan bo'lgan bir dialogi bor. Mushu dialogda Midhat Pasha chuqur parlament a'zolarimizda Yahudilar, xristianlar bo'lish kerak. Chunki bizning tuproqlarimizda bular bor degan vaqtda Sulton Abdulhamid Xon Midhat Pashaga bir savolni qo'ydi. Hozir Aljeriya Fransiyaga tava. Fransiyaning parlamentida bir tane musulmon bormi desa Midhat Pasha gap qilolmay qoladi. Demak, bu inson huquq da'vochilari, erkinlik da'vochilarininki yakpay, ya'ni musulmonlarning zinig'lam ishlaydiganligini ko'rib olamiz. Midhat Pasha erkinlik, inson huquq da'vosidan parlamentga Yahudi xristianlarni akiradi, lekin Aljeriyaga hukmronlik qilayotgan Fransiyaning parlamentida shu vaqtda, ya'ni ular ulgu qilayotgan Fransiyaning parlamentida bir tane musulmon yo'q edi. Undan boshqa Rossiyaning kuch ko'rsatishidan Bulgariya, Serbiya, Qartaq rayonlarida Osmoniylarga qarshi inqilob, isyonlar bosh ko'tarishga boshlagan edi. Iqtisodiy jihatda 1853-yildan boshlab Qrim urushidan boshlab qarz og'ili boshlagan Osmoniylar davlati Sulton Abdulhamid Xonning davri kelgan vaqtda bu qarz to'lab bo'g'ilib bo'lmaydigan darajaga yetgan. Chunki qarz olgan o'simlik shaklda o'sim bilan ko'paygan, u qarzni to'lash uchun yana o'simlik qarz olgan, mushundaq qilib qarzga petib ketgan. Demak, Sulton Abdulhamid Xon atrofdan dushmanlar hammasi xiris qilayotgan, ichki jihatdan ishg'ol qilingan, iqtisodiy jihatdan munqarz bo'lgan, yiqilay deb qolgan mushu davlatning ustiga chiqqan edi. Taxtga chiqqan bo'lsa-mu, parlament sababli faqat Midhat Pashaning gapi bilan gap bo'ladi. 1877-yil kelgan vaqtda Rossiya Osmoniylarga ochiq oshkora urush e'lon qiladi. Bu 93-harb deb ataladi. Bu urush qarta Midhat Pasha va boshqa vazirlar kirmaymiz deb turib oladi. Sulton Abdulhamid Xon qat'iy kirmaymiz deydi. Lekin yuqori deganimizdek gap Midhat Pashaning degani bo'yicha bo'ladi. Parlament Midhat Pashaning gapi bo'yicha bu urushga kirishni tasdiqlaydi. Natijada bu urushga kiradi. Bu urushda Osmoniylar qo'shini fojialik mag'lub bo'ladi. Ruslar sharqda Qars, Erzurumni ishg'ol qiladi. G'arbda Bulg'ariyani olib Istanbulga 50 kilometrlik qoladi. Istanbulda tug'anlar Rossiyaning zambirak ovozini anglashga boshlaydi. 1878-yil kelgan vaqtda ikki davlat orasida, ya'ni Rossiya bilan Osmoniylar orasida San Stefano kelishimi imzolanadi. Shundaqla bu kelishimda Rossiya nihoyat kuchlanib ketadi. Chunki Osmoniylar Rossiyaga zo'r darajada to'lam to'laydigan bo'ladi. Bu shartnomadan keyin Rossiyaning kuchlanib ketishidan ensirgan Yevropa bu shartnomaga alishib, buni buzib o'tadi va Berlin yig'inachib Berlin shartnomasi imzolaydi. Bu shartnomaga asosan Bosniyaning g'arbiy shimoli Bosniyaga ayrilib beriladi. Serblarga, Bulg'arlarga va albanlarga avtonomiya huquqi beriladi. Undan boshqa Yevropa kemalari, paraxodlari Osmoniylar dengiz tavallikida erkin harakat qila oladigan va boj to'lamaydigan bo'ladi. Ya'ni bu urushning mag'lubiyatidan Ruslar emas Yevropami bizning nasibimizni olamiz deb o'shanda Osmoniylarni buzaq qiladi. Demak, 93-harb deb atalgan bu Rossiya Osmoniylar urushi Osmoniylarni ajoyib ziyonga uchirdi. Mana shu mag'lubiyatni bahona qilib turib Sulton Abdulhamid Xon parlamentni taqt etdi. Chunki sizlar xato qilib chiqadinglar. Bu sababli Osmoniylar patqaqa patdi deb parlamentni taqt etdi. Va shundaqla asosiy qonunni vaqtliq to'xtatdi. Shuning bilan Sulton Abdulhamid Xon haqiqiy kuchini qo'lga oladi. Chunki Sulton Abdulhamid Xon hozirgi navbatdagi ojizlashayotgan paytida parlamentni g'ayri kishilar, ya'ni Osmoniylarning dushmani bo'lgan kishilar
egallab olgan, ordular shpionga to'lgan bundaq bir vaziyatda parlament qonun bilan hukm qilsak, Osmanlılar vayron bo'ladi. Biz buni tozalash uchun chuqum huquqni bir odamning qo'liga to'plab, davlatni tozalab bo'lgandan keyin yangi sistem o'rnatishimiz kerak deb qaraydi. Lekin Sultan Abdulhamid xonni ko'p qism kishilar tushunmagan. Shu davrdagi jo'n turklar deb atalgan shu yosh turklarmi Sultan Abdulhamid xonga nihoyat qattiq qarshi chiqqan. Jo'n turklar o'zi turklarni nihoyat yaxshi ko'radigan va yoki turklar taraqqiy qilish kerak deydigan kishilar bo'lsa-mu, lekin bular g'arbning o'yiniga aldanib ketgan. Sultan Abdulhamid xon qarshi chiqqan. Sultan Abdulhamid xonni qonxo'r, mustabid, har xil batnomlar bilan shunday tuhmat qilishga boshlagan. Hatto 1878-yili 5-oyning 20-kuni Sultan Abdulhamid xon qarshi inqilob qo'zg'agan, lekin mag'lub bo'lgan. Sultan Abdulhamid xon bu voqeadan keyin o'ziga xos maxsus istixborot tashkiloti qurgan va bu orqali o'sha jamiyatga singib kirib olgan shpionlarning hammasini bir-birlab aniqlab chiqqan. Natijada Sultan Abdulhamid xon o'rdadagi choychidan tortib, ishqi paqardan tortib hammasining Yevropa va yoki yahudilarga setilib ketganligini bayqagan. Lekin Abdulhamid xonni shu davrdagi oqartquchi ziyolilar, ya'ni haqiqiy vatanparvar kishilarmi tushunmagan. Mustabidlik bilan yo'l tutdi deb qaragan. 1878-yili 12-iyul Angliya Qibrosni egallab oladi. Angliyaning Qibrosni egallab olganligini ko'rgan Fransiya jim turmay 1881-yili Tunisni egallaydi. Shunda qilib Osmanlılar tuprog'i bir-birlab yilishga boshlaydi. 1882-yili Angliya Suez qonuni masalasini bahona qilib turib Misrni egallaydi. Sultan Abdulhamid xon ana shunday sirtqi va ichki besimlarga va xirislarga qaramasdan davlatni taraqqiy qildirish uchun puxta plan tuzib, oldiga qarab mengaveradi. Va bu jarayonda nurg'unlagan maktab, universitet, doktorxona va temir yo'llarni soladi. Sultan Abdulhamid xon eng ko'ngil bilgan ishlardan birisi bo'lsa, universitet, ya'ni maktab edi. Bugun kunimizdagi Marmara universitetidan boshlab Me'mor Sinan Go'zal san'at universitetigacha hammasini Sultan Abdulhamid xon bino qiladi. Iqtisodiy jihatdan turli islohotlarni olib berib, gadingacha patgan qarzning tang yerimini to'laydi. Shundaqla Ziroat bankasini quriydi. Tunji qatim Osmanlılar davlatida telefon liniyasi tortadi. Shundaqla Istanbuldan Madinaga bog'chilik temir yo'lni qurib chiqadi. Anatoliya tuproqlari va O'rta Sharqda neft qazish uchun loyihalarni tuzib chiqadi. Sirtqi dushmanlarning qirs qilishi, ichki dushmanlarning qarshi turish natijasida Sultan Abdulhamid xonning ana shunday ilgirilishi Yevropani, Angliyani, Rossiyani ensirtdi. Bu sababdan Abdulhamid xonni taxtdan tushirish uchun turli vositalarni qo'llanib, uning obrazini xunuklashtirishga tirishadi. Hatto Sultan Abdulhamid xonni Qizil Sultan va Qonxo'r Sultan deb sifatlaydi. Amaliyotda Sultan Abdulhamid xon 30 yillik hukm jarayonida bir Osmanlılar davlatida faqat 5 kishini o'limga hukm qilgan. Shundaqla o'zini qaslagan Erman xristianlarni apu qilib o'tgan. Mana bu shundaq sirtqi dushmanlarning qo'l solishi, ichki dushmanlarning jasuslarning maslashishi bilan Sultan Abdulhamid xon qarshi kuch davlat ichida rasmiy kuchaydi. Natijada milodiy 1889-yili Ittihod va Taraqqiy degan birlik va taraqqiyot jamiyati qurildi. Bu jamiyatga tibbiy sohada va askariy sohada o'qish bitirib chiqqan yoshlar qatnashgan bo'lg'achqa bu jamiyat nihoyat kuchlandi. Shundaqla Sultan Abdulhamid xon qarshi har xil tahdidlarni olib keladi. Shundaqla shu davrdagi taraqqiyotga chaqiruvchilar, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi g'arblik nomidagi mush taraqqiyotga chaqiruvchilar bu tashkilotga a'zo bo'lib, kundan-kun kuchayishga boshlaydi. Sultan Abdulhamid xon bu jamiyatning faoliyatlarini cheklaydi. Shundaqla odamlarni tutib sulaydi. Ba'zi Parijga, ba'zi Germaniyaga qochib, ana shu sirtda, ya'ni chet ellarda Sultan Abdulhamid xon qarshi propaganda, ya'ni qarshi tashviqot qilishga boshlaydi. Keyin Sultan Abdulhamid xon ularga odam avatib, agar davlatiga qaytsa, ularni apu qilganligini aytadi. Bu sabab bilan bir qanchasi davlatiga qaytadi. Chunki Ittihod va Taraqqiy jamiyatining ko'p qism a'zolariniki niyat hisob edi. Ya'ni davlat taraqqiy qilsa, davlatning sistemasini almashtirsak deb qaraydi. Lekin bular o'zi bilib va yoki bilmay dushmanning olati, ya'ni dushmanning o'yinchig'iga aylanib qolgan. Shundaqla bu Ittihod va Taraqqiy jamiyatini shu davrdagi ko'z ko'ringan ba'zi olimlarni qo'llagan. Masalan, Badii'uz-Zaman Said Nursining bu jamiyatni dasturda qo'llaganligi tarixiy kitoblarda naql qilinadi. Shundaqla bu Ittihod va Taraqqiy jamiyatining boshlarida keldigan Anvar Pasha bilan Badii'uz-Zamanning yaqin do'stlik bor ekanligi ba'zi tarixiy kitoblarda naql qilinadi. Demak, Ittihod va Taraqqiy jamiyati uningdan dushmanlar foydalanib ketgan, ammo sap o'quvchilar bo'lsa, uni aldangan, mana shunda o'tirik yoshlar to'plangan bir jamiyat edi. Shundaqla bu o'tirik yoshlar, ya'ni Ittihod va Taraqqiy jamiyatidagi sap niyatlik o'tirik yoshlar Sultan Abdulhamid xonni tushunmagan edi. Ya'ni maqsadini, planini tushunmagan edi. G'arbninki, Yevropaning mason tashkilotininki Abdulhamid xonni satko'sidan iborat bu batnomlarga ishinib ketgan edi. Chunki shu davrda ishongudek bahonalar tepilatdi. Chunki davlat iqtisodiy jihatdan krizisga patgan, Yevropa bo'z taraqqiy qilib ketgan, Osmanlılar bo'z taraqqiy qilmagan. Bunda ahvolda dushmanlarning oldishi nihoyat oson bo'ladi. Ya'ni sizlar bizdek taraqqiy qilishinglar uchun chuqur bizdek bo'lishinglar kerak degan bu fikrni taqatsa, u davrdagi yoshlar bu gaplarga aldangan. Keyin Ittihod va Taraqqiy jamiyati Sultan Abdulhamid xonni taxtdan tushirib davlatni qo'lga oladi. Qo'lga olgandan keyin davlatni taraqqiy qildira oldimi? Biz buni navbatda so'zlaymiz. Demak, so'zimizga qaytib kelsak, ana shu Ittihod va Taraqqiy jamiyati shu davrda, ya'ni milodiy 1889-yili qurilib, Sultan Abdulhamid xon qarshi keng ko'lamli
təşviqat hərəkətlərinə elib baradi. 1897 yılı kelgan vaqtda Fransiyanın Bazil şəhərində bütün dünyadakı Yahudilar yığılıb xalqaralıq qurultay açdı. Şundaqla bu qurultayda keyinki 50 yil içində Falastinda Yahudi dövləti quruşdan ibarət bu strategik plan Theodor Herzl tərəfindən o'ttirib qoyuldu. Şundaqla Sionistlarning baş rəhbərligiga Theodor Herzl saylandı. Bu qurultaydan keyin Theodor Herzl Rusiya bilan görüşdü. Yəni Rusiyanın siyasi rəhbərləri bilan görüşüb Sultan Abdülhamid xanğa besim işlətib Falastinda bir Yahudi dövləti qurub beriş tələbini o'ttirib qoydu. Lekin rədd qılındı. Avropaga berib baqdı, lekin nəticə alınmaydı. Axırda Avropadakı siyasi ərbablarning besimi bilan Theodor Herzl Abdülhamid xan bilan kurashtirildi. Yəni Sultan Abdülhamid xan Theodor Herzlni qabul qiladi. Theodor Herzl Abdülhamid xanning huzuriga kirgandan keyin Abdülhamid xanğa Falastinda bir Yahudi dövləti qurub beriş bədəliga tövəndəki təkliflərini sundu. Birincisi, Yahudilar təşkilatı Osmanlıların qədindəki bütün qarzlarının hamısını töləb berdi. İkincisi, Osmanlılar dövlətiga hava armiyası təşkil berdi. Üçüncüsü, Abdülhamid xan qarşı elib berilayotgan isyanlarning hammasini tinchitib beriş. Dördüncüsü, Yahudilarning qo'llaridagi təşviqat vasitələri orqali Abdülhamid xanning obrazını aqartib beriş və parıltib beriş. Sultan Abdülhamid xan Theodor Herzlning bu sözünü anlagandan keyin, "Men üzüm igi bo'lmagan, mening bo'lmagan narsamni satanmayman. Falastin daxil bütün Osmanlılar tuproqi musulmonlarning zemini. Buni musulmonlar qanunan oldi. Buning bahosi qon. Buni olmoqchi bo'lganlar ana shu qon bilan olsin." Theodor Herzl bu gapni anlagandan keyin Abdülhamid xanning qashidan chiqibla Abdülhamid xonni o'rmay, taxtdan tushirmay turib Falastinda Yahudi dövləti qurg'uli bo'lmaydiganligini tunib ketdi va qo'lidagi təşviqat vasitələri orqali keng ko'lamli Sultan Abdülhamid xon qarshi təşviqat elib berishga boshlaydi. Abdülhamid xonni mustabid podshoh, jahil podshoh, qizil sulton, manfaatparast sulton, shahvatparast sulton deganga o'xshagan mushundaq turli batnomlar bilan qarlashga boshlaydi. Vaholanki Abdülhamid xon manfaatparast sulton bo'lsa-da, Falastinni ana shundaq takliflarga satgan bo'ladi. Lekin xalq nadan edi. Abdülhamid xonni tushunmagan edi. Bu sebepten Theodor Herzl'nin təşviqatları önüm berişke başlaydı. Taraftan Abdülhamid xan qarşı isyanlar götürüşke başlaydı. Şundaqla bazı isyanlarını Angliya bevosita qo'llaydi. Shunday qilib İttihat və Tərəqqi Cəmiyyətinin aktiv a'zolaridan Saloniqdagi pochta amaldori Talat Apandi, 1005 Anvarbek və 105 Niyazbek qatorliq 3 kishi bir qancha qurolli qismlarning hammasini qo'lga tushirib, Sultan Abdülhamid xan qarşı qurolli inqilob qo'zg'aydi. Shundaqla bu 3 kishi askarlar orasida kuchli təşviqat qilish orqali atrofiga nurg'ulg'an askarlarni to'playdi va Makedoniyadagi Osmanlılar qo'shini bilan birlikda taqqa chiqib olib, Sultan Abdülhamid xan məşruiyatni e'lon qilmoqcha biz shunday tushmaymiz, inqilob qilamiz deydi. Sultan Abdülhamid xan ular qo'shin avatgan bo'lsa-mu, lekin bu qo'shinmi ular qo'shilib ketdi. Chunki ularning tashviqoti nihoyat kuchli edi. Ularning bu qurolli harakati xalq inqilobiga o'zgarib ketdi. Bu sababdan Sultan Abdülhamid xan amalsiz milodiy 1908-yili 23-iyul ikkinchi məşruiyatni, ya'ni parlament tuzumidagi u davlat sistemasini, shundaqla asosiy qonuniyani, ya'ni asosiy qonunni e'lon qildi. Va shundaqla shu yili saylam o'tkazilib, saylam natijasiga asosan parlament tashkillandi. Lekin bir yil o'tgandan keyin, ya'ni 1909-yili 30-mart kunisi Angliya istixbarotining o'rlashtirishi bilan qurolli inqilob qo'zg'aldi. Bu inqilobda İttihat və Tərəqqi Cəmiyyətinin ba'zi g'olliq a'zolari o'ldirildi. Shundaqla bu vaqa Abdülhamid xonga yuklandi. Ya'ni Sultan Abdülhamid xon İttihat və Tərəqqi Cəmiyyətinin a'zolarini o'ldirdi degan bu batnomni taqtidi. Mana shu batnom va undan boshqa Abdülhamid xon ilgirki shariat qonunini asliga keltirmoqchi degan mushu gap so'zlar bilan Shayxul Islom Muhammad Ziyauddindan majburiy holda xalifani taxtdan tushish fatvosini chiqarib, shu yili, ya'ni 1909-yili 27 aprel kunisi Sultan Abdülhamid xonni taxtdan tushirdi. Şunu bilan Osmanlılar dövlətininki oxirgi xalifasi bo'lgan Sultan Abdülhamid xon taxtdan tushish bilan Osmanlılar imperiyasi oxirlashgan bo'ldi. Undan keyin Sultan Abdülhamid xonning inisi Muhammad Rishadni taxtga chiqargan bo'lsa-mu, lekin Osmanlılar dövləti rasmiy shaklda İttihat və Tərəqqi Cəmiyyətinin qo'liga o'tdi. Ya'ni Anvar Pasha, Niyazbek va Talat Apandi qatorliq mush kishilarning qo'liga o'tdi. Endi Sultan Abdülhamid xon taxtdan tushirilib, davlat rasmiy shaklda İttihat və Tərəqqi Cəmiyyətinin qo'liga o'tgandan keyin rost shular degandek davlatni taraqqiy qildiramdi yoki keyiniga chekindiramdi. Bugungi Turkiya va yoki bugungi O'rta Sharq davlatlari qanday shakllangan, nima sababdan shakllangan, Birinchi dunyo urushi kimlar tarafidan, nima sababdan yuz berdi, shundaqla kim foyda oldi, kim ziyon tortdi, biz bu ahvollarning hammasini kelarki darsimizda tafsiliy so'zlashimiz. Izlar bisib üzülmidi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə Kəbi həm Arslan. Izlar bisib üzülmidi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə Kəbi həm Arslan.